Nimaga palmaga? Ballar Rocky dedi. Akim o'tir. Ya. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizni boshqacha formatdagi video kutyapti. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi videoda biz aynan mana shu toshaq bilan fotosessiya video qilamiz. Ya'ni ishtirokchilarimiz aynan shu mashinadan ko'p vaqt qo'lini uzmay turishlari kerak va biz u ishtirokchiga surpriz tayyorlab qo'yganmiz. Surpriz qandayligini bilmoqchi bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring. Har doimgidek bizda eng asosiy sahna, ya'ni ishtirokchilar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi ishtirokchimiz Olim aka, ikkinchisi Habib, uchinchisi Abduhakim va Parizoda. Bugungi videoda endi ishtirokchilarimiz o'ziga qulay joyini tanlab olishadi. Marhamat. 1, 2, 3 o'yin boshlandi. Qo'lingizni uzing. Ket, vaqt ket. Ikkita qo'lda ana Keyin biz aytib o'tdik video boshida, ularga prizimiz bor dedik. Bu priz qanaqa? Ular eng ko'p vaqt to'g'ri turgan vaqtga qarab, minutiga biz 5000 so'mdan beramiz va eng oxiri chiqib ketgan odam, o'yindan eng oxiri tark etgan odam buni qo'lga kiritadi. Salom. Ozgina bo'lib qo'ying. Like bilan obunachib. Adashib ketdim. Like bosing. Hozirchalik ishtirokchilar bemalol xohlagan joyga o'tishlari, xohlagan joyda yurishlari mumkin. Prям meni yodimdan bo'lsa, qarang o'tay. Bunday turgan. Bunday qo'yasiz, bunday qo'yasiz. Aya su berayotgan qadam. Suv so'rayapti. Berish mumkinmi? Men qiling. Men qiling. Habjuni deganlar kommentariyaga yozib qo'ying. Apat. Nima javob? Bye bye. Neyse. Apat shuni qarang. Neyse. Apat İş. Hani sen bitti şu oldun-ku. Buncha ko'p suv ichasizlar. Aytgancha, har doimgidek men aytmoqchi bo'lgan gapim, yana o'zingizlar bilasizlar. Like bosinglar va komment yozib qo'yinglar. Izoh qilib. Aytgancha, sizlarga qaysi ishtirokchimiz ko'proq yoqadi, o'shani kommentariyada belgilab ketsanglar, o'sha ishtirokchimizni videoga olib chiqamiz. Kimdir meni aytsa, o'shanga $1000 beramiz. O'sha uchun yozib qoldiringlar. Go comment. Apat, ishtiyoq bo'ling. 1 minutga borib keling, olmakamiz ko'rib keling, nima qilyapti? Menga qiziq. Habiblar. O'tish. Qaranglar, ehtiyot O'tkazmaymi? Men tepera qilaman. Qo'lini videoga olib tur. necha minut qoldi? Yana 30 sekunddan so'ng bizga qimirlash mumkin emas. Qimillashmas, bitta qo'l. Yo'q, qimirlash qilaylik. Qimirlash. Mana buni rosa faqat Sigmalar ko'rasizlarmi? Sigmani men bilaman. Apat, manzarani olib qo'ying. Qo'ling ko'tarib olasan-da. Apat, ko'tarmayman. Bunaqa qilsa bo'ladimi? Ha. Habib, qara. Bunday qo'yasan-da, uni sразу olib olasan, uni qo'ying. Tushundingmi? Mana. Mana shunday qilasiz. Manzarani qarang. Bitta ovaring mana bu. bitta atmosferaga qarab olinglar. Shu yerga keldim, quyosh chiqib ketdi-da. Nimaga palmaga? Shunday turib qarab. Qo'lingiz 6 taga o'xshab qoldi. Omma videoga dedim. Qo'y bor ya, pach. Tedak bo'lmagan. Mana. Nima edi ano? Ballar Rocky dedi. O'sha qilmalar, mamdu sakra. Aka. Yaxshi magini. Qo'shilib turadi. Ballar Rocky. Da, o'xshamayapti. Aka sizni ko'rsatib o'tay.
Sen ayağını koyup koyup yapma. Apaç apaç ayağını ayağını. Endi yo'q. Mashinasi. Ben suga tushgim kelib qoldi. Yo'q. Yo'q. Hemen telefonu yayınlamayapti. Men shunday qildim. Endi biz Samsung tushunmaymiz-da. Voy, iPhone'chilar. Endi-da. Telegram kanalimizni ochganimizga hali xabaringlar yo'q bo'lishi mumkin, lekin Telegram kanalda biz so'rovnoma qo'ygandik. Qanaqa video olishimizni xohlaysizlar deganda bittasi Turkiyaga kelib video olishimizni xohlaymiz deb yozgan ekan. Shuning uchun ham soqa kerak bizga. Like, comment bosib ketinglar. Soqa olish uchun like, comment bosing. Xudo xolasa. O'sha Turkiyaga borib qaysi video olishni xohlaysizlar? Xohlaymiz. Jiro. La. Qanday? Qancha vaqt bo'ldi? Endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Ko'zingiz bilan otyapsizmi endi ularda? Ha? Nima qilyapsiz? Aşağı keliyor. Aytayapman, ko'zingiz bilan otyapsiz endi. Qaranglar, 10 minut bo'ldi. Bizda endi qo'l almashtirish mumkin emas. Ey, eshitdinglarmi? Bo'ldi, endi bu o'tiradi. Qimlashchi qo'llar apach. Bunday qilib. Voy, faqat bitta. Ammo hech bo'lmasa archdan vaqt bilan qo'yib olay qo'lini. Xohlagan joyini shodi. Har safar g'irt-qirtmalik qilib yurmasang bo'lmaydi. Aşağı koy. Qitmirlik qilasiz. Qilaverami? Akam javob deyman faqat. Qitmirlik qilsa bo'lmaydi bu qiz. Hazlash. Koray. Beni aldashyapti. Kechmaydi. Aka sochsam nima bo'ladi? Ha? Sochsam nima bo'ladi? Orqamdan qo'yingizku. Sen bu qiz men ketib oldim deb qo'rqmoqchi edim. Sen O'zingizga qilasizmi? menga sen. Men os. Nima qildi? Qarab tur. Oxirida men seni cho'ldiraman. Mashinadan tushmayman. Mashinadan. Boşla şimdi. Anı Bas gel. qal. Yapacağız. Anı. Ne anı ver? Halo. Oynamasın. Aka o'zim qo'ygan. Mana suv. Amma ne surish mumkin ekan bu qarasay. Voy, qo'lim yetmas ekan. Qoladi. Qoladi. Voy, biz ana qo'lni. Mana Dinle kör. Yeti gibi. Bu qarasay cho'ldiramiz. nima deydi? Yeti gibi. Videoda. Aytgancha, bizlarni har doim videomiz kuzatib boradigan bitta obunachimiz bor. Har doim video qo'yishimiz bilan birinchi kommentariy yozadi. O'sha insonning ismi Farida ekan. O'sha obunachilarimizga salom. Like obuna bosib qo'yinglar. Ha. Esdan chiqmasin, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'q. 5 minut o'tgandan keyin suv bermayman dedim. Berib bo'lmaydi endi. Bermayman dedim. Naborot. Bitti 5 minut. 5 minut. O'tmadi yu hali bir. Apach aytdim-ku, ayting. Gidinglar bormi? Ey, bitta bir marta silkisda hech bo'lmasa men ichib oldim. Xolos, bor. Mahmud ketar boradi hozir. Ne chiqaringlar, qilib. Alular qilib ko'ramiz. Qo'lni ko'tarib yubordimi? Yo'q, ko'tarmadi. Ko'rinmayapti.
Büyük koymayapti. Bo'y pastda. Vale dudandan ali va qabul top mani top. Mani qis. Ali yura sxop. Ovozi chiqib qoldi. Agar men yo'qolsa uni uchun suvga to'q. 19 minut. Ber qo'ymaydi. Nima qilyapti ya? Chiqib ketsam hech nima qilmaydi, to'g'rimi? Turadi. Akam qo'lni ko'tarardi. Ko'targan yo'q. Ko'tarardi. Nima bo'ldi? Joydan bo'ldi. O'tirib ichiga. Qalay? Yaxshimi? Joydamisiz? Chiqib ketsam Sen hali o'tirish mumkin emasmi? Yigirma bo'lsa mana aytaman. Yo'q. 5 4 3 2 Andolarga Andolarga ayt. Akam o'tir. Meni o'tirib chiqib ketsam hech nima qilmaydi, turadi, to'g'rimi? Apacha, aka o'tir. Voy, akam o'tir. O'tirgan yo'q. Yem o'tirishga kirmaydimi? Xo'sh, obunachilar yozinglar chiqani bu to'g'rimidi yo'qmi? Aka o'zim o'tirib qo'ydingiz, o'tgan sababiga aytdingiz. O'tirib qo'ysan, Ko'z qattiqdi. Ko'zni solishdi. Yo'q, bunaqa egilish, turish, unaqa qilishga, ana O'tirish. bir bala densga tushishim mumkin. hech bo'lmasa nima qilish mumkin boshqa? Ha, o'tirish mumkin emas. Egilish mumkin emas. Hali aytmang. Egilish mumkin. Aynen. Ko'proq soqqa ishlamoqchi, chunki biz aytdik minutiga 5000 so'mdan beramiz. Shuning uchun ham biroz kelishmang. O'tirdi. Bir bala qilish kerak, bir bala qilish kerak. Hariga ham imkoniyat bergandek o'sha yutib qo'ydi. Balki men hakam ham yutib qo'yar, ha. Shuning uchun mayli imkoniyat beramiz. Turaman, Maryam. Kechirimli bo'lish musulmonlarga xos. O'zingni ukang bo'lgani uchun o'zing yaxshi ko'rgan ishlar qilyapsan-da, xlos. Yo'q, Donozik o'ynaqa. Ey, o'chir. Davay. O'ynadi. O'shanda donozik o'ynagandi. Davay. Men yutsam, chiqib ketasan, sen yutsang qolasan. Davay. Ne chiqarib? Bir halol. Bir qo'lni urdim. Davay. O'ynolmay chiqazaman hozir. Davay, bol. Harakat. Davay, Abduhakim bo'ling. Qanday opa? Solifa. Voy! Shal o'ynaveramiz. Yo, bir halol deb qo'yamiz. O'tqaroq. Chidab beraman. Qilak. Masma. Yur bor narxdagi chiqmamayapti. Voy biling. Bor. Ular bemalol. Lekin ikkitamiz birini sotib beramiz. Bir-birimizga aniq qarshimiz-ku. Ey! Bana veringlar, men buni beraman. Bor senin bor. Aytdilar. Qarchi, Habib. Nima deyman? Hojatga borgisi kelib qoldi, shuning uchun o'z xohishi bilan o'yinni tark etdi. Men ularni olib tur. Bu tovoq ko'tarasan. 1 2 3 davay. Tapishga men ishlashim. Nega? Qimlash. Boshingga qo'llasa bo'ladi. O'tla qo'yib chiqardim. Tajagim. İki çağrılar yapacağız. Ne sekunda ver Çık at kendim, hiç balık gelmiyor yok. Ne?
Tushunib bo'lmadi. Aytib ket. Kulash mumkin emasmi? Nima texnik nosozlik deyiladi menimcha bu. Men sekunddan beri to'xtatib qo'yibdi. Hozir yana 35 minutdan boshlanadi. Ular menimcha уже 3 minutmi? Yo'q, 5 minut bo'lib qoldi. 5 minut bo'lib qoldi. Yaxshilik qilishni ayting. Menikichi, mengachi. Akam boyagiga nima degandi? Ammo hozir olsa topshirib tushib oldim. Nima yetishga nima aka? Qo'qolish kerakmi? Qo'qish kerak. Meniki. Bas turdi. Aldimi? Mayli. Uncha o'zingdan qaraysan. Ular endi rol o'ynayapti, berilib ketyapti-da. Bo'pti, mana shu videom nechta deylik? 70 tami like qilsa-chi, mana shunaqa o'yinni men ham ishlayman. Men вообще xafa bo'ldim o'sha videoda. Men ismim bironta yozma. Birontalar yozmabsiz. Xafa bo'lasan, kanal Baribir. Sen yaxshi aktyorsan, qo'yib bersin. Operatorimiz kamera orqasiga qarab, sen uddaraysan. Bosgansan. Seni qo'lingdan keladi deb yotgan odamlar. Aytgancha, biz bitta videomizda bizga nima desa, hit kelibdi. O'sha obunachimiz keyin yaxshi gaplarda yozib qo'ydi. Katta rahmat. Ko'rdik siz, ko'zimga ko'rindingiz. Xursand bo'lardi. Ha, hech kim ko'rmasa ham sizni ko'rdim. Ya. Qirq 5 minut turdi, prям. Videoda birinchi marta aytdingiz. Qancha pul beramiz? 46 Bundan keyin Hisobla. 5 5 ko'paytirsak 230 ming. Habib 30 ming berdiring. Okey, yana 5 ming qo'shib yuboring. Pulim yetmay qoldi, aka. Qarachi, his qilaveringlar. Ben boymayman. Bizlar byudjetimiz, ya'ni akam 46 ming pul bergani uchun ularga 5 mingni hisoblaganda 230 ming so'm pul bo'ldi. Endi ularga topshiramiz. Bitta yotsam yoki men bir kun yurolmayman, ishoninglar bir kun yoshsiz. Bizning kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chunki biz yoz davomida, ya'ni bizning obunachilarimiz ishtirokchi bo'lib, challenjlarimizda qatnashadi. Ular bilan sayohatlar, challengelar uyushtiramiz. U ishtirokchilarni esa tasodifiy obunachilarimiz ichidan tanlab olamiz. Va bu videoda ishtirok etgan ishtirokchilar esa shunday videomizdagi pul yutuqlarni yutib olish imkoniyati bor. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Like va obuna bosib qo'yinglar. Nihoyat bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi va sizlar bilan ko'rishguncha yana xayr. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizga boshqacha formatdagi video tayyorlab qo'yganmiz va bu videoni ko'rish qanaqa bo'lishini xohlasanglar, video oxirigacha ko'ring. Xohlasanglar g'alati Bugungi videomiz qandayligini bilmoqchi bo'lsangiz, men buni sizlarga tushuntirib o'taman. Otaman. Aynan bugungi videomizda biz aynan o'tib. Davay boshqa. Har doimgidek bizda eng asosiy sahna, ya'ni ishtirokchilar bilan tanishib olamiz. Birinchi ishtirokchimiz Zo'rdan aka deyman. Olmay kerak. Boshqa ismi yo'q. Nima deyman? Voy xabar bor. Ketdi. Ketdi o'qidasizlar. Ketdi, biz rasm o'tding bor videoga. Ketdi. bitimni toqqa chiqib bitimni toqqa chiqib tezlashtirgan kadr qo'ra. Kulgili chiqadi, davay. Men uni kim oladi? Bizlarniki